Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun siz bilan 14-mart, ya'ni bugun haqida gaplashamiz. 14-sana haqida gaplashamiz. 14-sanada tug'ilgan insonlarni qanaqangi fe'l-atvorlari bor? Bilasizmi? Men yaqinda mana shu haqida bilganimdan so'ng qoyil qoldim va haqiqatdan ham 14-sana yaqinda ekanligi uchun esimda qolganlarini aytib beraman. 14-sanada aynan Einstein tug'ilgan. Buni bilasiz va u mana shu fizikani oyog'ini osmondan qildi desa ham bo'ladi va uni qanday sifatlari bor. Dunyoda nafaqat masalan sabrimiz bor, toqatimiz bor, chidamimiz bor. Bu sifatlardan tashqari insonlarga juda ham katta talantlar ham berilgan va bu sizda aynan tug'ilgan kuningiz haqida ham o'rgangan vaqtingizda kelib chiqishi mumkin. Aynan 14 sonida tug'ilgan insonlarda balans, ya'ni muvozanat va garmoniya birinchi o'rinda turadi. Hayotda garmoniya yaratish. Va qarangki, bu insonlar masalan ba'zi bir insonlar bilan chiqisha olmaydi, lekin kimdir chiqisha olmaydi. Lekin bu insonlar bu inson bilan ham chiqisha oladi. Ba'zi bir bu tomondagi insonlar bilan kimdir chiqisha olmaydi. Bu bilan ham chiqisha oladi. O'rtadagi ko'prik. Bu inson bilan urushib qolgan bo'lsa, bu befarq qara olmaydi va albatta bularning o'rtasidagi ko'prik. Xuddi shunday Einsteinda nima aloqasi bor? Einstein ham fizikada masalan oyog'ini osmondan qilgan, lekin faylasuf, olim darajasidan ong darajasi, tafakkur darajasi. Ikkalasini aniqlik bilan va tafakkurni birgalashtira olgan. Ya'ni unda qanaqa xususiyat bor ekan? Ko'prik xususiyati bor. Va bu insonda masalan cheksiz ong. Sizda ham shunday narsa bor. Siz ongingizda o'ta cheksiz yechimlarni ko'ra olasiz. 360 gradusda har bir narsaga aynan 14-sanada tug'ilgan insonlar javob topa olishadi. Va kimdir chiqishmasa, albatta ularni bir-birini o'rtasidagi ko'prik bo'la olishadi. Agarda siz ko'pincha shunday holatga tushib qolayotgan bo'lsangiz, kimdir urushadi va o'rtasida ular yarashtirib qo'ysa, keyin siz o'rtada yo'q bo'lib qolasiz. Ya'ni sizni eslamaydilar ham. Yoki eng qiyin vaziyatda ham sizga murojaat qilishadi va siz u masalani yechib berasiz va shundan so'ng sizga keragingiz yo'q. Agar siz bunaqangi holatga tushayotgan bo'lsangiz, siz o'z talantingizni teskari ishlatayotgan bo'lasiz. Shuning uchun albatta murojaat qiling va